3-cü qism. To'g'ri. Buni men nimishqa burunroq o'ylashib baxmadim. Balkim 5 yilning oldida imtihondan o'tamadim deb beshimni ichimga tiqib yetib olmay, cho'ngroq shaharga berib film suratga oladigan yerning atrofida aylanib yurib baqqan bo'lsam, yoki bo'lmasa Urumchiga berib televiziya stansiyasining oldida cho'gilab yurgan bo'lsam, birsi ko'msa, yana birsi ko'rib, meni rol elishga taklif qilishi mumkin edi. Agar rostilla shundoq bo'lgan bo'lsa, bugungi bu so'rinda olqishga erishidigini men bo'lgan bo'ladim emasmi? Balkim Rayhonmo mening ismimni texim yiqimliq so'z iboralar bilan madhiylab sahnaga taklif qilishi mumkin edi. Kim biladi? O chaqda Rayhon menga maftun bo'lib, o'z vaqtida mening shuncha qo'g'lash qoldirmay parvo qilmay yurganligiga pushaymon qilishimi? Hatto o'zi talab qo'yishimi turganlik gap edi. Mening shu qapoq kallamni suv tomchisi izchil bo'lganligi uchun toshni teshidi degan maqol tamsilni o'zimga hamroh qilib, orzuyimdan voz kechmay tirishib baqsam bo'lmasmidi? Xayriyat. Hozir men kechikmayman. Men texi endi 24 yoshga kirdim. Nishonga qarab, davomli ilgarilishimga vaqt yetib oshdi. Kecha o'yan o'ylab, bo'yan o'ylab to'lg'anib yetib, mushu qarorga kelgandan keyin xotirjam bo'lib ko'zimni yumdim. Dada, Urumchiga berib bir qancha uy zinnatlashni o'rganib kelsam bo'larmi? Saharda dadamning kayfi chaq holda nashta qilib o'tirganligini ko'rib, oqshom tuzib olgan planimning birinchi qadamini bosdim. Uy zinnatlashni Urumchiga berib o'rganib kelmasangmi, mush yerda o'rgansangmi bo'ladi-ku? Dadam hozirgi toza moda bo'lib atgan uy zinnatlash ishini tushunmay, bir o'pdan kasbni qilgan kelmadimi? Ish topding. Qo'ngni shamolga sog'in kep qoldimi deb qayib ketami, tillab ketami deb ansirganining aksincha, dadam noyta tamkin holda mushundoq deydi. O'zingmi ko'ryapsan dada. Bizning bu ishimiz hozir toza oqmayotidi. Biz yasayoladigan jahozlar hozirgi zamonga mos kelmayotidi. Zamonga loyiq moda bo'layotganlarni biz yasayolmayotimiz. Shunga deyman. O'rgangandan keyin biroqla shaharning cho'ngroqiga berib o'rganib, bu yerdagi bezak chustamlardan eshib ketgidek bir ishni qilaymikin deyman. O deganingmi to'g'ri. Qanchalik vaqt ketadi? Shu ishlarni o'rgandiganga qanchalik vaqt ketadi? Menmi aniq bilmadim. Avval bir berib boqay. Mening Rahmon degan saboqdashim Urumchida emasmi? Uning deyishicha, Urumchida uy bezakchilik shirkati deb maxsus shirkat bor ekan. Uning boshlig'i bilan Rahmon yaxshi dedi ekan. Urumchiga berib Rahmonni izlasam, ondan uning bilan bezakchilik shirkatiga borsam, Rahmonning yuzini qilib bo'lsa-mu, o'ptanroq o'gitamdikin deyman. Bo'lsa, menga tezroq o'ginib, tezroq qaytib keldiganning amalini qilaman dada. Undoq bo'lsa bo'pti. Qani bir ta'liyingni sinab baq. Men kuchimning yetishicha ishlab turay. So'da burunqidek bas-bas bo'lmasa-mu, yana xaridorlarimiz bor. Shundoq qilib, Urumchiga boradigan ishim amalga oshdi. Amaliyotda dadamga degan gapim yolg'on emas edi. Yiliq kunidagi saboqdoshlar yig'ilishida Rahmon rostla menga uy bezash, loyilashni o'rganib kelish taklifini bergan edi. Agar Urumchiga borsam, menga yordam qiladiganligini aytgan edi. Lekin Urumchiga berishimdagi asosli sabab cho'lpon bo'lishning yo'lini aytish edi. Uy zinnatlashni o'rganish bo'lsa, mening Urumchida uzun muddat turishda dadamni qoyil qilishdagi sababim. Shundaqla cho'lpon bo'lib bo'g'icha vaqtliq tayinib turadigan pul tepish yo'lim edi. Urumchiga kelib, Rahmon tunishtirgan uy bezakchilik shirkatida shogird bo'lib ishlayotganimni yarim yildan eshib qolgan bo'lsa-mu, cho'lpon bo'lish tushim yekishli bir reallikqa aylanay demaydi. Uning ustiga bezakchilik o'rindagi ishning jiqligi, aldirashligi, ustamning qattiq qo'lligi, menga televiziya stansiyasining atrofini cho'gilab, bir rejissorning ko'ziga cheliqadigan fursatni bermayotdi. Shundaqdimi, fursat topsamla shu tarafga berib, yo'ldan o'tayotgan yo'lovchi sifatida cho'gilab yuratdim. Ba'zida men taniydigan artistlarni ko'rgidek bo'lsam, hayajonlanib ketatdim. Bu hayajonim uzoqqa besilmaydi. O'sha hayajonning turtkisida ustam buyurgan ishlarni uni degindimi ortiq o'rindab, uni xo'sh qilib qo'yatdim. Ba'zida necha hafta, necha oygacha cho'lponlardan birasini uchirtamay qolsam, qapiqim echilmay, qo'lim ishqa bo'lmay, tog'dan gap qilsa bog'dan javob berib, ustamdan til anglabmi ketatdim.
Qandaq bo'lasan ey Akram? Qarasam kallang bak ishlaydi. Bo'lib bulmuş loyiha tuzishda tug'ma talanting bor. Lekin bu kallang joyida emas. Oyning 15i qorong'u, 15i oydin degandek, sen 2 kun o'ng, 2 kun ta'til bo'lib qolasan. Ko'nglingda bir ish bormi ya? Hal qilolmaydigan. Yoki bir qizga ko'zing tushib qoldimi? Undaq emas ustam. Shu ustamga qanday tushuntirishimni bilolmay, tilimni chaynab qoldi. Nima degili bo'ladi? Onunğa cho'lpon bo'lish uchun Urumchiga kelgandim. Shunga televiziya stansiyasining oldida timsiqlab yuraman degili bo'lmasa ya. Urumchiga kelganimga 1 yil to'shay deganda, atrofni xushbo'y bahor hidi qoplagan kunlarning birida talay menga ozroq oldin qilgandek bo'ldi. Ya'ni ma'lum bir programmada naqsh aytib chiqqan bir yigitning uyini zinnatlashni ustimizga oldik. Ustamning kaynidan agishib bu uyga kelganda, bu uyning egisining cho'lpon bo'lish yo'lida mengayotgan yosh ekanligini o'ylab boqmagan edim. Shu kuni, ya'ni biz ishga tushib bir hafta bo'lgan kuni, o'sha yigit uyga kelib qoldi. Birla qarsam bir yerlar tonish. Bizning mahalladaga birasimi deyman. Biras o'rinda birla o'ltirib qolgan bo'lsak, tonimadimmi yo deyman. Ish qilib bir yerlar tonish. Gap qilgandagi ovozini bir yerda anglagandek chiray. Uni nima ko'rganligimni eslayolmay turganimda onunğa telefon kelib qoldi. Voy adash. Sal turib boraman. Adash, dedim-ku, mush kechilik uchun 3 naqsha tayyorladim degina. Voy xotirjam bo'g'ina. Kechilikingdan o't chiqarib etamiz. Men hozirlamangda mana. Sening ishing, mening ishim adash. U telefonni quloqqa yoqqanicha ustamga men qaytdim degan ma'noda qo'lini polanglatib qo'yib chiqib ketdi. Onun naqsh aytaman degan gapi bilan tang uni nada ko'rganim ko'pida esimga keldi. Asli uni televizorda ko'rib ekanman emasmi? Shu chog'da u oppoq kostyum burulkini qatirib kiyib, ajoyib kelishgan bir qiyofatda sahnada namoyon bo'lgan. Uning qaysi naqshini aytgani esimda yo'q. Shu chog'da men uning naqshiga diqqat qilmay, uning sahnaga chiqqan qiyofatiga havas qilgan. Bir kunlarda menga sahnaga chiqish fursati kelib qolgan bo'lsa, deb umid qilgan edim. Biz zinnatlayotgan uyning cho'lpon bo'lish yo'lida dadil mengayotgan naqshchining uy ekanligini bilgandan keyin ruhim o'zligidan ko'tarilib ketdi. Ilhomim urg'ib teshib, burunqi loyihaning asosiy qurilmasiga tegmagan asosda qaytadan o'zgartib chiqdim. Bu loyiharim ustamni ajoyib hayron qoldirgan bo'lsa, o yigitni boshqacha xushal qilib atdi. Ustam, mush yigitning loyihasi bo'yicha qilayli. Dal mening ko'nglimdagidek bo'pti. Pul qo'shadigan ish bo'lsa, men qo'shib beray. Shunday qilib, o yigit bilan tanishib fursatiga erishdim. Meningcha bo'lganda, cho'lpon bo'lish yo'lidagi birinchi eshigim ochilib, birinchi qadamim besildi degan gap. Qandaq naqshlarni aytishni yaxshi ko'rasan? Men uningga meningmi sahnaga chiqish orzuim borligini aytganda, u mendan shunday so'radi. Naqsha demsiz? Demakchi bo'lganim, qaysi xil uslubdagi naqshlarni yaxshi aytsan? Men naqsha aytolmayman. Shundaqmi? Sahnaga chiqqanba desang, men seni naqsha aytadigan o'xshaydi deb o'ylabaptiman. Yigit birdam turib olgandan keyin dedi. Amisi sen usulchi o'xshamamsan. Yoki usulni o'ynayman. Lekin voydagidek emas. Odatdagidek. Undaqda sening qandaq talanting bor? Demakchi bo'g'inim, sen sahnaga chiqib, qandaq qobiliyatingni namoyon qilmoqchi demakchi. Men mening bu alayda bir qobiliyatim yo'q. Lekin mushu kinoda rol elishga bakli qiziqaman. Bira kinoda rol olib baqqanmi? Yoki kichik filmlarni ishlab baqqanmi? Yo'q. Amasa men shu qiziqaman. Rolga chiqsam xeyli qamlashtirib qila olaymanmikin deyman. Meni bir rejissorga tanishtirib qo'ya olasizmi? Kechirgin uka. Men naqsh aytishdan boshqani bilmayman. Sana yordam qilamoqdakman. Yigit menga yana gap qilish fursati bermay,
aldirab chiqib ketdi. U necha kundan keyin bir necha so'rg'a sening gapingni qilgandim. Naq sen tushadigan rol bor ekan, deb kirib qoladigandek tuyulib, shu yigitning yo'liga qarab, ko'zim eshikdan uzilmay, qo'lim qattiq ishqi bormidi. Ya'ni kesili tutdi Akramning, dedi ustam beshni chayqab. "Man qara bola, menga berib bir 2 kun demingni elib, do'rangni tepib, kesilingni davolab, ondan ishqa kelasan." "Yo'q, ustam, men o'ngshilib qolaman." "Qachon o'ngshilasan? Sen o'ngshalg'icha ishlar seni saqlab turamdi?" "Gapni qilaman. Nimami deyalaydim? Elimi yaqinni beri bir qancha ijodiyatlarim nihoyat yaxshi bahoga erishgachga, ustam burunqidek qattiq tegmaydigan bo'lib qoldi. Agar burunqidek bo'lgan bo'lsa, bu chaqqicha shirkatdan haydalgan bo'lardim. Naqshchi yigit uyning bezakchilik ishlari bitguncha bir qancha qitim kelgan bo'lsa-mu, menga ko'nglimni illatadigan bir xabar apganmidi. U har kelganida men bilan xushxo'ylik bilan ko'rishib, uyning zinnatlanish ahvoli to'g'risida paranglashgan bo'lsa-mu, mening rolga chiqadigan, sahnaga chiqadigan ishim haqida qat'iy ig'iz ochmadi. Mening umid bilan so'ragan, "Qandoq bo'ldi aka?" degan savolimga, "Bu ishingga men yordam qilamoqdakman. Agar o'zingda hech kimda yo'q bir talanting borligini biladigan bo'lsang, talant sahnasiga chiqsang bo'ladi," degan javobni berib, gapni o'sdi. Yigit shundoq deb chiqib ketgandan keyin necha kun o'ylanib, necha kecha uxlamay xiyol qilibmi, o'zimning qandoq aloydilikim borligini bilaman. Mundaq qilib aytganda, tenimda yoshirinib yotgan talantni qezib chiqolmay, xeyli qiynaldim. Aram bir erishgan kichikkina umidimni yo'q chiqqandan keyin qo'lim teg'imishqa bormadi. Ya bir murodimga yetolmay, ya ishni joyida qilolmay, ustamning oldidagi aran erishgan hurmatimni tushirib etay deb qilyotdim. Ya ustamga mening cho'lpon bo'lish tush ko'radigan kesalim bor edi. Bu kasalning sababidan ashundoq birda o'ng, birda ta'tir bo'lib qoldim degilib bo'lmasa, agar deydigan bo'lsam, qiyni qiziq ustam bir bo'lsa kulib yiqilib qelishi, yana bir bo'lsa achchiqlab ko'timga tepishi mumkin. Ko'nglingda ish bo'lmasa, qizmi bo'lmasa, ahmaydigan xiyolingni yig'ishtirib tayyorlik qil amisa. Atidan boshlab yangi bir uyda ish boshlaymiz. Ati sen men bilan birga bor. Avval uyni ko'rib, zinnatlash loyihasini tuzamiz. Oldingi qitim zinnatlagan uyning egisi bizdan bak rozi bo'ldi. Bo'libmi yilqi sen loyihlagan balkonning zinnatlanishi uning ayolini bakli xushal qilibdi. Kichikkina balkonni bundoq chiroyli qilib etishinglarni o'ylab boqmabdi ekanmiz deb seni qayta maqtab ketdi. Shundaqmi? Rahmat ustam. Lekin mag'rurlanib ketmajimi? Sening yer shardek cho'gilab turdigan, yeli yo'roq, yeli qorong'i bo'lib qoladigan kallanga taltukuz ishongili bo'lmaydi. Shunga kallangni har vaqt ochiq bo'lishiga kapolatlik qil. Bu qitimqisi bir jup yosh ayolning uyi. O'zing bilasan, hozirgi yoshlarning uy zinnatlash uslubi cho'nglarnikiga qat'iy o'xshamaydi. Shunga obdanroq o'ylanib, yoshlar yoqtiradigan fasonda loyilaymiz. Ma'qul ustam. Atisidan boshlab ustam aytgan yangi to'y qilgan yosh ayolning uyini zinnatlash loyihasini tuzishga boshladik. Rost gapni qilsam, men bir 90-yildan keyin tug'ilgan yosh bo'lish sifatim bilan uyini yoshlar fasonda loyilashni yoqtiratdim. Shunga ustammo yoshlarning uyini zinnatlaydigan chaqda meni qo'ltiqiga qistirib, birga ilib boradi. Men uylarni ko'rgandan keyin o'zimcha zinnatlamoqchi bo'lgan o'sha uyni ko'z oldimga keltirib o'ltirib, bir narsalarni sizib ketatdim. Qing'ir qiysaq sizg'anlarimni ustamga ko'rsatib, unidan fikrni olatdim. Oxiri ustam bilan maxsus yoshlar fasondagi uyni loyilash, bezakchiligiga mas'ul tiyibchan bir yerga kelib, bosh qotirib, o'sha uyga necha qitim berib, necha qitim o'lchab, oxir mukammal bo'lgan bir loyihani tuzib chiqardi. Albatta, bu mukammal loyihaning 20 dan ko'pragiga yanada mening loyihimni ishlatdi. Yaraysan, deb qo'yatdi ustam mushundaq chaqlarda mo'ramga shapaloqlab. Uning ig'izi yaraysan degan birli ig'iz gapni qilgan bo'lsa-mu, ko'zlari xushallikdan purilib ketadi.
Onun müştürkünü körsem, dadam esimga keladi. Dadamni o'ylaganimda, uning menga ishonib, katta bir kasbning egisi bo'lib keladiganligimga umid bog'lab, o'zi yolg'iz jafo tortayotganligini o'ylasam, kallamni mush kasbdan boshqa yerga choshmay, astoydillik bilan kasb o'rgangim keladi. Lekin ko'nglimdagi orzu, qalbimdagi lavildab turgan ishtiyoq meni g'ittimni qisib kasb o'rgangili. Ko'nglimni bir yerda to'xtatqili qo'ymayotadi. Yilqi naqshchi bilan paranglashgandan keyin necha kecha o'ylanib, o'zimda ko'milib yotgan biror talantning borligiga ko'zim yetmagandan keyin umidsizlik ichida sal pastlab qolgan bu o't Tiyibjon bilan birga uy zinnatlash jarayonida qaytadan yalqinjab ketdi. Tiyibjon atigandan kechgacha ovozliq asar anglaydi. Birga ishlashni boshlagan dastlabki necha kunda uning ishga kelibli ovozliq asarni echib qo'yishi, texi o'mi yetmagandek telefonning ovozini eng yuqori holatga tanshab qo'yishi sal ichimni pishirib qo'ydi. Albatta, bir uyning ichida ish qilgandan keyin ancha-muncha paranglashib, qiziq gaplarni qilishga tishlasak, gap qilib borganda naqsha anglab, ichib pushqimizni chiqarsak bo'lmamdi deb o'ylaydi. Biroq u ustoz men shogird bo'lg'achqa ko'nglimdagi gapni deyamaydi. Biz bilan birga ish qilayotgan ovi ishkaylanmi, Tiyibjon yetishtirgan shogirdlar bo'lg'achqa ularni hech narsa demaydi. Shunga amal yo'q, beshimni ichimga tiqib, ishimni qilardim. Quloqimga naushnik taqib elib, naqsh anglab yiqib edim. Natijada Tiyibjonninki menga gap qilgan ovozini anglamay qilib, uni norozi qilib qo'ydim. Shuning bilan amal yo'q. Menma kollektiv qo'shilib, quloqimni Tiyibjonning telefonidan anglanayotgan ovozliq asarga tikdim. Beshida amalsizlikdan anglagan bo'lsam kerak. Keyin oxiri qandoq bo'ladi deb qiziqib anglaydigan bo'lib qoldim. Texib ba'zida Tiyibjonga telefon kelib qilib, uzunroq so'zlashib qolsa, oxirini tezroq anglasak bo'ladi deb oldirtibmi qolatdi. Mush yozuvchi akamiz alomat esil yozadi asar deganday. Kasobat. Qalami ajoyib kuchli. Tili shundoq ravon, tushunishli. Necha kundan beri anglayotgan roman tugagan kuni Tiyibjon asar avtorini ana shundoq maqtab ketdi. Ustam, u yozuvchini tanimsiz? Deb qoldi Tiyibjonning shogirdi ustisining yeni avtorini ig'iziga tegmay maqtashlari oxirlashgan ekan. Surtini ko'rgan, lekin o'zini ko'rib boqmadim. Men taniyman. U bizning mahallalik. Hozir Urumchida, Dabozada tijorat qiladi. Dedi boyqi shogird bola faxrlangan holda. Rasma? Uni rostli tanimsan? Tiyibjon shogirdiga ishonmagandek bir nazarda qaradi. Uning tarjima holini ko'rib elibla, men taniyman deb aytmayotgansan? Uni rostli taniyman. Uning bilan burun qo'shni o'ltirgan tursak, burun u dehqonchilik qiladi. Keyin yerlarini boshqalarga o'tdiga berib etib, Urumchiga kelib do'kon ichib oldi. Texi o'tgan haftada do'nko'rikda uchrashib qoldim. U tijoratchi turib, qandaqsiga bundoq esil asarlarni yoza oladi, dedim men hayronligimni bosamay. Burun dehqon bo'lgan deganingga qaraganda, oliy maktabda o'qimagan odamkan u. Oliy maktabda o'qimagan odam qandaqsiga yozuvchi bo'la oladi? Oliy maktabda o'qimagan odammi yozuvchi bo'la oladi? Talanti bo'lsa yezi birdi. Asar deganni talantli odamlar yozadi. Oliy maktabda o'qigan ne odamlar asar emas, puchuq maqolam yozolmaydi. Yozuvchi bo'lish uchun talantga bog'liq ish. Kunduzi tijorat qilsa, oqshom yozadi. Anglasam yozuvchilarning ko'pinchisi asarni kechasi yozamish. Hamma haq uyquga ketgan, jimjit kechida ilhomi bakli kelamish. Manqara ablajon. Abi yozuvchini rostli tanısang, meni bir ko'rishtirib qo'yg'ina. Men esil restorandan bir ustal ilib, bir mehmon qilib olay u yozuvchini. Ikkinchi qismi mush yerda tamom bo'ldi. Qadrli anglovchi do'stlar. Men yana qanday qismatlarni kutib oladigandim? Uning amdiki orzuyi yozuvchi bo'lishmidi? U rostli yozuvchi bo'la olamdigandi? 4-qism. Maqol qachonliqqa? Ashu akamizning qachon vaqti bo'lsa shu chaqda bo'lsin.
Ondaq esil odamlarni paloni vaqtda kel degili bo'lmaydi. Ma'qul ustam. Men kashda ishdan tushganda shu akam bilan bir ko'rishay. Odatda bir kimni oson yaratmaydigan, o'zini nihoyatda esil, katta chog'laydigan Teyipjonning yiliqi yozuvchini bu qadar cho'ng bo'lib ketishi menga ta'sir qilmay qolmadi. Menmi siz bilan birga boraymi ustam? dedim. Bag'onkasi bor. Lekin men qarsam, sen undaq hikoya roman deganga ancha qiziqib ketmaydigandek qilasan-ku. Qiziqaman. Yiliqi romanni siz bilan birga anglab tugatdim-ku. Men qarsam, men roman anglaganda sen quliqingga arjiy taqib elib naqshanglab yuratding. Dastlabda shundoq qilgan. Lekin yolg'iz anglagan naqsh quloqqa tetirmaydigan danga ustam. Uning ustiga sizning avval romaningiz meni jalb qilib oldi. Adabiy asar anglasang, org'inliging bilinmaydi. Muhimi, asardagi personajlarning yaxshi ish izlarini, tirishchan, bal qo'yib atmaydigan ro'yini o'zingga ulgu qilsang, muvofiq holda o'z turmushimizga tatbiqlab, o'rganishga tegishlik yeri bo'lsa o'rgansang bo'ladi. Ya'ni ba'zi ishlardan ibrat elib, o'zimizni tarbiyalasak bo'ladi. Asar anglashning ahamiyatli tarafi dal mana shu yerda. Teyipjon ana shundoq fasohatlik so'zlarni qilib atgandan keyin telefonni qo'liga oldi. Gapnimi qilayli balalar. Ammo za ish hargiz to'xtab qolmasin. Qani ha, ishinglarni qilinglar. Men sizlarga esil romandan birini qo'yib beray ha. Hammamiz Teyipjonning da'vati bilan roman anglashga obdonlik qiziqib qoldik. Keyincha Teyipjon bizga qiladigan ishlarni ko'zitib qo'yib, o'zi bir yarim kun kelmay qolsa-mu, o'zligimizdan asar anglaydigan, hatto asarlar ustida munozara qilishadigan bo'lib qoldik. Orliqda Teyipjonning yiliq katta yozuvchi bilan bir mahallalik shogird Ablajonning o'rinlashtirishi bilan Teyipjonning bahonasida u yozuvchi bilan hamdastxon bo'lib, tanishish sharpiga muyassar bo'ldi. Teyipjon u yozuvchi akamiz bilan ko'rishadigan kuni tushdan keyin yo'qab ketib, munchaga tushib, sochlarini yositib, soqol burutlarini pak-pakiz qirg'izib, kiyimlarini almashtirib, xuddi to'yi bo'ladigan yigitdek yosinib keldi. Albatta, men qatoliq shogirdlarmi Teyipjon yasang'ili ketgan vaqtdan foydalanib, bizmi chosh-posh deganni yuyib, kiyimlarimizni almashtirib, Teyipjondan qilishqisiz bo'lishib ketdik. To'timiz Teyipjon oldin ola telefon berib, o'rin zakaz qilib qo'ygan, tamoqlarni buyurtib qo'ygan restoranning ayrimxonasiga kirib, yana bir qitim o'zimizni tuzashtirib turishimizga u yozuvchi akamiz yetib keldi. Oddiyli usti bosh, oddiyli bir odam. Xuddi mahallimizda kunda uchrab turadigan kishilardekla oddiy. Yiqishliq, hech qanday bir alohida yeri yo'q. Bizdan farqlanib turadigan yerimi yo'q. Agar uni Ablajon boshlab kirib, bu yiliqi katta yozuvchi akamiz bo'ladi deb tunishtirmagan bo'lsa, men uni xato kirib qolgan o'xshaydi deb o'ylab qolgan bo'lardim. Yozuvchi akamiz o'zini qarshilish yuzidan o'rnimizdan turib olgan bizni o'ltirishga taklif qilgandan keyin Teyipjonning qayta taklif qilishi bilan to'riga o'tdi. Men uning har bir harakatiga sapselib turardim. Uningdek to'limi oddiy bo'lgandimi to'limi oddiy bir odamning shunchalik esil asarlarni yoza oladiganligiga ishongim kelmaydi. Shu qisqa shalang chochlarining ostidagi kollasining buncha murakkab, jalb qilarlik voqealikni o'ylab topa oladiganligiga, shu diqqat qo'llarining buncha fasohatlik ham o'rinliq so'zlarni yoza oladiganligiga texmi ishongim kelmaydi. Hey, abla, boshlab kelganing rosti yiliq yozuvchi akamiz shumi yo? O'qishmay ismi o'xshaydigan boshqa birini boshlab keldingmi? Voy yo'q. Naq o'zi shu. U yezida dehqonchilik qiladigan chog'da asar yozatdi. Ishonmasang sal turib, uningdan o'zing anglagan asarlari haqida gap ichib boq. Shu chog'da bilasan, shumi yoki emasmi? Men yozuvchi akamizning yozgan asarlari haqida so'z ichib bo'lguncha Teyipjon olliburun gapning temisini uning asarlariga yo'tkab bo'lgan edi. Men sizdan so'rab baqsam aka, sizning asarlaringizdagi voqealik birasining beshidan o'tgan rost ishlarmi yoki to'qilmi? Hammasi to'qilma. Lekin hammasi amaliy turmushda yuz beradigan ishlar. U fasohatlik, dabdabalik so'zlarni qilmaydi. Bizga o'xshashli oddiy til bilan odatdagi gaplarni qiladi. Bizga o'xshash tomoqni cho'kida qisib yoki qo'shiq telib yeydi.
biz bilan ochiq yo'roq qizg'in paranglashadi. Bu odamning bu qiyofati mening tasavvurimdagi chochlari qordek oqargan, yuzlari parqirab turadigan, gradusliq ko'zoynak taqaydigan, kostyum buruk kiyib, qo'lida esil material sumkasini yoki xotir kompyuterini ko'tarib yuradigan, har bir eg'iz gapidan adabiy puroq to'kilib turadigan, haybatlik, dabdabalik so'zlarni qiladigan odamga hargiz o'xshamaydi. Yozuvchi deganmi bizga o'xshash oddiy odamlar ekan-ku. Mushu bir jumla gap xeyli o'zing'ich kallamga kirib oldi. Aşı yozuvchimi oliy maktabda o'qimabdi ekan. Hatto to'liq o'ttir maktab yuzini ko'rib boqmabdi ekan. Shundaq turib, yozgan asarlar orqali kishilarning hurmatiga sazovor bo'pti. Tiyipchaning deyishicha, uning pintozulari shundoq chiqqan. Uning o'zini tonimaydiganlarmi ismini taniydi ekan. Ba'zilar hatto uning yozgan asarlarining hurmati uchun o'taydan naminadan kelib, uning do'konidan mol sotib oladi ekan. Uni tamoqqa taklif qilib turadi ekan. Ba'zi adabiyotning qadrini qiladigan xo'jayinlar ochgan tamoqxona, restoranlarda tamoq yeb qolsa bahoda e'tibor qiladi ekan. Qaysi kunim shundoq bo'ldi-ku. Biz buyurtgan tamoqlar chiqib bo'lgandan keyin, uning hurmati uchun yana ikki xil qo'rimi so'qi qildi. Texi tamoq tartilib bo'lguncha kostyumni qotirib kiygan esil sifat ikkilan ota-aytan uning oldiga kelib, qo'l elishib ko'rishdi. Qaraganda, mush yozuvchilikmi, bo'ladigan kasbmi nima? Oliy maktabda o'qimizmi bo'laverdi ekan. Sat chiroyli bo'lishi talab qilinmaydi ekan. Qaysisi qaysi kasb bilan shug'ullanishiga chaq qo'yilmaydi ekan. Obdanroq vaqadan birini tepib, shuni qurashtirib yezivasi bo'laverdi ekan emasmi? Avval bir odamni bosh personaj qilib bekitib oladi ekan. Ondan shu odamning qiyofatini tasvirlab, bo'yi egiz, pakar, o'ttir bo'y, o'roq, semiz, chech qora, ko'z yo'g'on, qarchiqi qora, yuzi oq, bug'doy yo'ng, burni qanshorliq yoki panoq, qalbki qilin yoki nepes, tishi oppoq yoki siyriq, uchisiga palon ranglik chapon, pokon ranglik ishton kiygan. Qizlar bo'lsa ko'ynak kiygan. İştinning beliga xurumdan yasagan peday taqilgan yoki ishton bog'chiga vag'an deb tasvirligida tursa, birdamdila bir ikki bat to'shib qoladi ekan. Bir odamning qiyofat tasviri bilan agar qiyofat tasvirini yana ozroq kengaytib yozay deb qolsa, chechining rangi, qishining uzun qisqaligi, burunning to'shki, ig'zining shakli, belining aylanmasi, putining uzunligi, kengligi va hokazolar deb yozsam bo'laveradi ekan. Onundan boshqa ishtonga taqilgan pedayning nech tushki bog'ligi, oyoqi yipliq oyoq yoki yipi yo'q oyoq deb qo'shib qo'ysimi, teximi baland bo'ladi ekan emasmi? Ondan keyin shu personajni mangdi, turdi, yotdi, uxladi, tush ko'rdi, tushida bir ish ko'rdi. Ondan keyin bir qizni yoki yigitni yaxshi ko'rdi, ko'ydi, so'ydi, bag'ri kabob bo'ldi. Maydasini nam yerga yiqib yotdi, kuldi, qayg'urdi, yig'ladi deb yozadi ekan. Agar yig'laganni tasvirlamoqchi bo'lsa, o'ksib yig'ladi, bo'g'ilib yig'ladi, yum yig'ladi, yomg'irdak yosh to'kdi, taramlab yosh oqdi, kalkundak yosh to'kdi, to'kkan yoshlari sirg'ib tushdi, soqib tushdi, eqib tushdi, mingib tushdi, yugurib tushdi. Voy, mana mushundoq so'zlar bilan bir qitimliq yig'lashdimi, nechabat qismga opirib yetdi ekan. Ya'ni gap topolmay qolsa, temini shaqqida havorayiga buraydi ekan. Havo ochiqdi, osmon ko'p kukdi, bir talma bulut yo'qdi, yoki oq bulutlar laylab yuradi deb yezib etib, turibli qor bulutlarni so'rab akirib, birdamda yomg'ir yog'dirib qo'ydi ekan. Qor bulut keldi, chaqmoq chaqdi, havo guldirladi, yomg'ir yog'di. Yomg'ir simildab yog'di, misildab yog'di, taraslab yog'di, qaraslab yog'di, shaqirab yog'di, vaqirab yog'di. Voy, mushundoq gaplarni yezib, yana bir qancha batni tezli to'shqizib etdi ekan. Undan keyin tabiat manzarasini tasvirlashga o'tdi ekan. Atiyaz keldi, daraxtlar big' chiqadi, qor muzlar eridi, avval o'rik, keyin shaptul, nashput, olmalar chechakladi. Bahordan keyin yoz keldi. Tabiat yop yeshillik purkandi, gullar echildi, havo isib ketdi. Yozdan keyin kuz keldi, dal daraxtlar sop seriq bo'lib ketdi. Havo sovishga boshladi, qushlar janubga qarab uchib ketdi.
deb mushundoq bir boshdan so'l tutib tasvirlab kelib, oyog'ida tuyuqsizlar qishni boshlab keladi ekan. Ondan keyin to'ngladim, chapon kiydim. Avval nepis chapon, ondan qilin chapon, eng oxirida mamuq chapon kiydim. Qor yog'di, koinot oppoq qor ostida qoldi. Qor bova yasab o'ynadik deb yezib kelsa, yezayotgan asari yana nattibat uzraydi ekan. Shundoq qilib, o personajini bir qiz bilan yoki bir yigit bilan muhabbatlashtirib qo'yib, birdam ayirib etib, birdam yarashtirib qo'yib, eng oxirida yozuvchining xo'shi tutib qolsa, oshiq ma'shuq qiz yigitni bir yerga akelib, beshni qo'shib, murodiga yetkazadi ekan. Agar yozuvchining xo'yi tutib qolsa, ikkisini ayirib etib, qon yosh yig'latgan peti tashlab qo'ydi ekan. Shuning bilan bir asar bitib qoladi ekan. U asari salonlarda e'lon qilinsa, Teyipcandek adabiy asarlarga ishtiyoqi bala, bizdek quliqi zerikib qolganlar, yana ba'zi qig'ini ishi yo'q vaqt o'tkazolmay qolganlar anglaydi ekan. Shuning bilan nomimiz chiqib qoladi ekan. Mushundoq o'ylab birib, o'ylagancha o'z xiyolim o'zimga to'g'ri bilinib, yozuvchilikqa qiziqib qoldim. To'g'risini aytganda, nom chiqarishga qiziqib qoldim. O'ylab baxsam, haq o'zimni tonimasimi, ismimni bilsa, paloni yozuvchi deb ism zotini hurmat bilan tilga olsa, bu cho'lpon bo'lishning bir yo'li bo'ladi ekan. Kim biladi, bir mazgil asar yozsam, yozgan asarlarim qaysi kino shirkatining diqqatini tortib qolsa, asrimni kino qilib ishlab qo'yamdi texi. Agar rostli shundoq bo'lib qolsa, mening cho'lpon bo'lish tushim to'liq reallikqa aylanadi. O chaqda bosh rolga men chiqay deb talab qilib baqsammi bo'laverdi. Mening asrim ularga yaragan bo'lsa, ular mening bosh rolga chiqishimni rad qilib baqsana qini. Shu chaqda men ularga asrimni bermayman deb turib chiqaman toza. Mushundoq tatli xiyollarni qilib, orzularim qanotlanib, texmi go'zal bo'lgan kelgusini tasavvur qilib, o'zimni cho'ng sahnalarda nutq so'zlayotgan, dangliq programmalarda ziyorat qilinayotgan pinto'zilarim, yo'q, mastanalarim deb olay. Men endi yozuvchi bo'lish uchun tayyorlik qilayotgan bo'lgandan mastonam deyishim kerak. Mastanalarimga imzo qo'yib berayotgan, hurmat takalluflar bilan to'rga boshlanayotgan, havaskorlar bilan xotir suratga tushayotgan holatni tasavvur qilib, o'zimning tasavvurimdan o'zim xush bo'lib, o'zligimdan kulib ketadigan bo'lib qoldim. Mushkullarda nima bo'lding sen? O'zingga so'zlab, o'zingchilik kulib ketadigan bo'lib qolding, ha? Deb qo'ydi Tiyipjon, menga ajablanib qarab. O asarning vaqaligiga kulyapman. Deb qo'yaman xiyolimni yoshirish uchun. Bu asarning nada kulgidak yeri bor? Sapli ko'ngilni yerim qildigan ishlar ekan-ku hammasi. Meningcha, Akramning ko'nglida boshqa ish bor. Bir qizni xiyol qilyapam degan tang. Kechildirmi, amasda bir gaplarni qilib jo'ylib ketdi. Nada kuni? Men nada jo'yladim? Kosonga uribli gap topmag'ina to'la. Deb qo'yaman, gapning temisining yo'tkilib ketganidan mamnun bo'lib. Shundoq qilib, romanni anglab bo'ldik ustam. Yangi romandan birini qo'ymaylimi? Deyman, yana Tiyipjonning ko'ziga qarab. Albatta, yeziqchilik qilish uchun cho'qim ko'proq asar anglab, tajriba to'plashim kerakligini his qilgan edim. Esimda qilishcha, maktabda o'qigandimi, adabiyot o'qituvchim shundoqroq bir gaplarni qilgandaqli qiladi. Agar shu chaqda bir kunlarda yozuvchilikqa havas qilib qolganligimni bilgan bo'lsam, shu adabiyot o'qituvchimning peshini mahkam tutib, uningdan ko'proq ta'lim olar ekanman. Bo'ptilar, hozirmi kechikmayman-ku. Mushundoq asarlarni ko'proq anglab bersam, anglash orqali o'rgansam, bumi bo'g'ini-ku. Shundoq qilib, yozuvchi bo'lish orqali nom chiqarish qarorini chiqargan ekan, kunduzi ish qilgach asar anglasam, oqshimi oldimga qilin ish qog'ozni qo'yib elib, asar yozishga tutish qildim. Biroq, lekin ammo yeziqchilik qilishning bundoq tasdigini zodil o'ylamagan ekanman. Yozaman, yirtaman, yana yozaman, yana yirtaman. Shundoq yezib, o'chirib, yezib, yirtib tashlab, yerim kechigacha hapilishib,
oxiri bir tuvi axlatga erishaman. Qandaqmi qilaman? 2 oy hapilishib, tuzuk kuni 2 bet narsa yozolmay, juluqim chiqib ketdi. Men anglagan asarlarga qarasam, shundoq oddiy so'zlar bilan yozilgan. Mazmunimi atrofimizda yuz berayotgan ishlar. Hech qanday bir murakkab yeri yo'q. Lekin men yozay deb qalamni qo'limga olsamla, kallam qopmi quruq. 2 jumla so'zni qamlashtirib yozolmayman. Asar yozish shundoq tasmikin desam, xalqmi yezib etibdi-ku ana. Men nemishqa yozolmaydigandim men. Teyipjon ustam, yoziqchilik qilmoq tasmidi? Deb so'radim bir kuni Teyipjondan gap elib beqish maqsadida. Mening nazarimda Teyipjon xeyli ko'p kitob o'qigan. O'zi asar yozmasimi, bu jihatda xeyli bilimi bor odam edi. Qandoq deysan? Roman yozib boqay deb atamsan? Undaq emas. Shu qarasam, o'sha yozuvchilarning orasida maktabda tuzuk o'qimaganlarmi bor ekan. Ular qandoq qilib asar yoza oladigan bo'lib ketgandi deyman-a? Ularda tug'ma talant bo'ladi. Ular o'rganish, kitob o'qish, qayta yozish orqali shu talantini mukammallashtirib boradi. Siz adabiyotga shuncha qiziqib ekansiz-ku, o'zingiz nemishqa biror parcha yozib boqmadingiz? Menda havas bor, lekin talant yo'q. Ba'zilardek havas qildim debla taqtuqi narsalarni yozib qo'ysak, adabiyotga, esil yozuvchilarimizga, o'qirmanlarimizga hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Teyipjonning ba'zilar degan gapi xuddi menga deyilgandek tuyulib, yuzim lappada o'taldi. Qayta gap qilishga jur'at qilolmay, beshimni ichimga tiqib, ishlashga tutindim. Iyliqi yozg'uchi akamizning deyishcha, yozg'uchi bo'lishmi tas o'xshaydi, dedi bayotindan beri Teyipjon ikkimizning parangini anglab turgan ablajon. Uning deb berishcha, yaxshi bir asar yozg'uchining nurg'un qon tari, zehniy quvvati, qimmatlik vaqti badaliga keladi ekan. Kech-kechalab uxlamay, mukchiyib o'ltirib yozg'achqa, ko'zi ojizlab, bo'yin umritqa, bel umritqa, o'ltirg'ish nerva degandek kasallar chirmishidi ekan. Yozmay desa, ichida lavildab kuyib turgan o't. U hargiz tinch qo'ymaydi ekan. Yozay desa, oshundoq ming bir jafo mushaqqatda yozgan asarlari ba'zi o'qirmanlar tarafidan haqorat kuchirab kelayotgan. O'qirmanlar haqorat qilgan ishlarmi bo'lamdi ekan texi? Teyipjon qo'lidagi ishni to'xtatib, ablajonga tikildi. Undaq ish yo'qdi. Biz bilmagan bilan par o'xshaydi. Ava okamizning deyishcha, adabiy asar degan real turmushning bir qadar yuqori ko'tarilgan nusxasi emish. Asarda aks etilgan voqelik atrofimizda yuz berayotgan ishlardan elinib, uni badiiy tillar orqali sifatlab, voqelikni, personajlar obrazini bir qadar yorqinlashtirib ifodalab beramish. Shundoq bo'lg'achqa, u bir kishining 5 dan o'tgan ishlarga yoki bir qancha kishining sarguzashtisiga o'xshab qolamish va yoki bu asarda aks ettirilgan ma'lum bir qism voqelik bilan boshqa bir yozuvchining asarining tirnoqchilik galir o'xshab qoladigan yoki tema o'xshash qo'yilib qolgan ishlarmi bo'lib qoladi ekan. Lekin voqelik o'xshagan bilan har bir yozuvchining o'sha voqeani ifodalash usuli, til ham hissiyot o'xshamaydi ekan. Biroq voqelik qo'shiblar, qo'g'lishiblar o'qiydigan oz bir qism o'qirmanlar oqqorni ayirmaylar, paloni yozuvchining Pokoni asaridagi mundaq yeriga o'xshaydi ekan, ko'chirgan o'xshaydi degandek gaplarni qilib, yozuvchining natjoy, hatto natchil mukchiyib turib yozgan jafosini, qilgan ajrini, to'kkan tarini bir tiyin qiladigan, g'ururiga, izzat hurmatiga tegadigan ishlarmi bo'lib turadi ekan. Yana ba'zi ko'chirmkashlar, ba'zi avtorlarning asarlarini avtorning ismini olmay, mening asrim deb texi taqitib oladi ekan. Yana ba'zi nomus qilmaydigan ko'chirmkashlar bir o'pdan asarning u yeridan kesib, bu yerini kesib, u yerini o'zgartib, bu yerini o'zgartib, buzib, bir o'pdan asarni qalaymagan qilib, avtor bir o'pdan marjondek tizib qo'ygan asarni chuvib, vayrona qilib etib, avtorning qon tariga ig'ir haqorat qiladi ekan. Qadrli anglag'uvchi do'stlar, 4-qismi mush yerda tamom bo'ldi.